Ko'pchilik green card o'ynadi oktyabr oyida. Obunachilarimga rahmat aytaman. Hamma o'ynagan insonlarda javoblari kerak, to'g'rimi? Amerikaga ketish kerakmi, yo'qmi? Qachondan hujjatlar qabul qilinadi? Biz nomerlarimizni olib kelamiz deganlarga mana yana green cardga kelganman, sizlar uchun kelganman. Eski donorda oldida, Tojmahalda ro'parasida yo'lda bu tomonida, Maftuna Luxorda ro'parasida. Maftuna Dodo Pizza qilib qo'yishgan, shular ro'parasida 2-qavatda joylashgan. 1-qavatda emas, 2-qavat. Pasport dokumentlaringizni olib kelasiz. Bundan tashqari Amerikaga ketmaydiganlarga, Usangoga, avtoyonaga ishga kirmoqchi bo'lganlarga rezume ham to'ldirib berishyapti ekan bu yerda. Hozir green card haqida, qachondan dokumentlar qabul qilish haqida ma'lumotlar olamiz. Video shoshilmasdan ko'ring. Bitta ma'lumotlar berib boramiz. Amerikaga ketish orzusi hammamizda bor. Pastda aytib o'tgandek, o'zimda ham orzu bor. Amerikaga borib dam olib kelish degani emas. Lekin green card haqidagi javoblarni bilish uchun qachondan boshlanadi aka dokumentlar? 4-maydan, xudo xolasa, 4-maydan boshlanadi. Javoblar chiqishni boshladi. Lekin mana hozir aprel oyida aka pasportlarimiz ko'p qilib rasmiyat tushib ketsa bo'laveradimi? Bo'ladi. Tayyorlab ketsa. Oktyabr oyidagi qabulga bo'ladi o'zi. Oktyabr oyida qabulga dokumentlar topshirib ketsa bo'laveradi. Bundan tashqari yana nima xizmatlar bor green carddan tashqari? Usango avtoyna aeroportga rezyume to'ldirib berish xizmati bor, kompyuter xizmatlari bor. Wi-Fi, internet, PlayStation 3, 4, kompyuter ham bor. Hamma bor. Kompyuter internet xizmati ham bor. Bu kompyuterlarda ham internet bor hozir. Hammasida bor. Hozir bu 7 ta xonada hammasida PlayStation bor, to'g'rimi? Kelib o'ynasa bo'laveradi. Nechadan ishga tushasizlar PlayStation bilan kompyuter xona? Xudo xolasa 10 gacha ishlaymiz. Kechki payt 10 gacha. Ertalab nechadan? 8 dan. 8 dan. Misol uchun ertalab soat 8 da pasportlarimizni olib kelsak, rasmga shatda o'zida tushaveramiz. Hamma yoq yerda bitta. Faqat pasport olib kelsak bo'ldi. Keyin may oyida javoblarni bilish uchun nima dokumentlar kerak? O'sha registratsiya qilingan kodi bo'ladi. O'shani bersa bo'ldi. May oyida javoblarni aytaverasiz. Kompyuter xonalarni ko'rsatdi keling. Bu yerda internet juda ham zo'r ishlaydi, ko'pchilik biladi. Men o'zim ham mana shu yerga Skype orqali gaplashganman akam bilan. Rossiya bilan ancha bo'ldi endi u narsaga. 2-3 ta xona bor ekan, kompyuter xizmatlari ham kerak bo'lsa, internet xizmati kerak bo'lsa, kelsalar ham shatda o'zida ishlayib bitadi. Wi-Fi bor, anaqa PlayStation xonasini ko'rsam, bu yerda ham bitta bor ekan. Ba'zi ham mana Vitchkasi bilan maza qilib o'tiradigan katta PlayStation bor ekan. Kelib bemalol o'ynasalar ham bo'laveradi. Like bosib video tarqatib, green cardda g'olib bo'ldingmi, yo'qmi deb bilaman deb yurgan o'rtamizda tashlab ketamiz.